Bronxit yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi. Kasallikning kelib chiqish sabablari. Yuqori nafas yo'llarining tez-tez shamollashi sababli yallig'lanishi bronxit deyiladi. Agar o'pkadagi nafas yo'llarining mayda kapillyarlari yallig'lansa, bu kapillyarent bronxit deyiladi. Bronxit kasalligining asosiy sabablari shamollash, sovuq havo bilan nafas olish, sovuq shabbodadan terlab tez sovuq havoga chiqish, yomg'irda yurish, muzxonalarda ishlash, chang joylarda nafas olish, ko'p dori-darmon ichish va boshqalardir. Bronxit kasali boshlanganda tana harorati ko'tarilib, isitma baland bo'ladi. Aksirish, quruq, og'riqli yo'tal boshlanadi. Keyin burundan va og'izdan suyuqlik kelaveradi. Ko'zlar yoshlanaveradi. Nafas olish og'irlashadi. Tezda davolanmasa kasal og'irlashib, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kasallikni davolash usullari. Bemor havosi yaxshi joyga, xonaga yotqizilishi zarur. Temir choynakka suv quyib qaynatib, undan chiqadigan bug'ni 5-10 daqiqa ichiga tortib, yuqori nafas yo'llarini yaxshilab terlatib, keyin o'ranib yotish kerak. Tana bir marotaba terlasa kasallik qaytadi. Murchli choy. Xalq tabobatida murchli choy shamollab yo'talganda, bronxitda, ko'krak og'riganida terlatuvchi dori sifatida qo'llaniladi. Qora murch tana a'zolarini tozalovchi, qizituvchi xususiyatlarga ega. Yarim litrli choynakka kichkina qoshiqda oliy navli qora choy solinadi. Ustiga 1,5 choy qoshig'ida tuyulgan murch yoki donalaridan 15 dona solib, ustidan qaynoq suv quyiladi va 4-5 daqiqa sochiqqa o'rab damlanadi. So'ng bemor choyga o'xshatib ichaveradi. Agar asal bilan murchni teng miqdorda aralashtirib qo'shib tanglayga surtilsa, tomoq og'rig'iga foyda qiladi va o'pkani tozalaydi. Bu tavsiyalar Ibn Sinoning Tibb qonunlari kitobida berilgan. Anjirni sutda qaynatib yeyilsa, yo'tal yo'qoladi. Bolalar uchun murch va asalli choy damlanadi. Buning uchun 300 grammlik choynakka yarim choy qoshiq oliy navli qora choy, murch donalaridan 10 dona solib, ustiga 2 choy qoshiqda asal solib, qaynoq suv quyiladi-da, sochiqqa o'rab 4-5 daqiqa damlanadi. So'ngra choy shaklida bolalarga ichiriladi. Sariq xalilali choy. Repeynik aziyatskiy. Tropik mamlakatlarda o'suvchi dorivor daraxtning pishmagan mevasining quritilganidir. Mevasi o'tkir, ta'mi biroz dag'alroq, kuchsiz hidi bor. Xalq tabobatida sariq xalilali choy yuqori nafas yo'llarini surunkali yallig'lanishida bemorlarga ichiriladi. Agar bir hafta davomida ana shu choydan ichib yurilsa, balg'amning ko'chishi oson bo'ladi. Odamning yuzi tiniqlashadi, bosh og'rig'idan saqlaydi. Ibn Sino buning sariq, xom va qora Hind mamlakatidan keltirilgan xili bor. Hammasi safroni so'ndiradi, rangni toza qiladi. Qobuldan chiqadigan xili ayniqsa yaxshi shifo beradi, deydi. Sariq xalilali choyni damlash uchun u tuyuladi va yarim litrli choynakka kichkina qoshiqda oliy navli qora choy, 1 choy qoshiqda xalila solinib, ustidan qaynoq suv quyiladi va olov oldida 5-6 daqiqagacha damlanib, so'ng ichiladi. Turp. Ibn Sino turpni pishirilganini va sharbatini shamollab, bronxit kasaliga chalingan bemorga tavsiya etgan. Turpni qaynatib pishirilganini shamollashga qarshi, balg'am ko'chiruvchi, tomoq va o'pka kasalliklariga davo sifatida yediriladi.
Turp sharbati bronxit, o'pka yallig'langanda ichiriladi. Turp sharbatini tayyorlash uchun qirg'ichda qirib, uning sharbatidan 3 osh qoshiq olinadi. Unga 2 osh qoshiq asal, 1 osh qoshiq 40% spirt, 1 osh qoshiq miqdorida osh tuzi qo'shilishi lozim bo'ladi. Kuniga 3 mahal 1 osh qoshiqdan ovqatlanishdan oldin ichiladi. Yana turpni mayda bo'laklarga bo'lib, qopqoqli idishlarga solinadi va ustidan shakar sepiladi va shuni duxovkada 2 soatcha qizdiriladi. Sovutib, turp bo'lakchalari olib tashlanadi, tagida qolgan suyuqlikni esa shishaga quyiladi. Kuniga 2 choy qoshiqdan 3-4 marotaba ovqat oldidan va kechasi uxlashdan oldin ichiladi. Bu muolajani qilib turilsa, kishi aksirmaydi, yo'talmaydi va bronxit kasaliga davo qiladi. Ayniqsa bolalar uchun yaxshi shifo beradi. Tog' jambil. O'rmalab o'suvchi, gullari pushti rangda, tog' yonbag'irlarida ko'p uchraydi. Ibn Sino bu haqida tog' jambilning qaynatmasini asalga qo'shib yalansa, ko'krak va o'pkani tozalaydi, balg'amni ko'chirishga yordam qiladi, qon tuflashni ham to'xtatadi deydi. Qaynatma tayyorlash uchun tog' jambilning yer ustki qismini maydalab quritilganidan 15 gram olinadi-da, 200 gram suvda bir oz qaynatiladi. So'ng dokada suzib olinadi va 1 osh qoshiq asal bilan aralashtirib kuniga 4-5 mahal yalab turiladi. Venga bronxitni bolalarda davolash uchun ko'ka o'simligining quritib maydalanganidan qo'lda bir siqimini olib 2 litr suvda qaynatib, issiqligida bolani shu qaynatma bilan cho'miltirishni buyurgan. Yana tuyulgan aspirinni toza cho'chqa moyida xamirga o'xshatib aralashma tayyorlanadi va shu aralashmadan 10 kun davomida bolaning ko'kragiga surtib turiladi. Yana boshqa usul 2 dona tuxumni cho'chqa moyida pishirib, ozgina sovugach tuz sepib, yotish oldidan bolaning ko'kragiga malham sifatida qo'yiladi. Yana Vengining aytishicha, bronxit boshlanganida, ayniqsa bolalarda, ularga 1 choy qoshiqda kastor moyi ichirilsa, yaxshi shifo berar ekan. Qora andiz. O'zbekistonning deyarli hamma viloyatlarida, nam yerlarda, suv bo'ylarida, o'tloqlarida, butalar orasida, tog' yonbag'irlaridan boshlab o'rta qismigacha bo'lgan yerlarda o'sadi. Bo'yi 100-150 santimetrgacha bo'ladi, ba'zan undan ham baland bo'lishi mumkin. Gullari tilla sariq rangda bo'ladi. Qora andizning ildizi ishlatiladi. Abu Ali ibn Sino qora andiz o'simligining ildiz poyasidan tayyorlangan damlamani yoki qaynatmani nafas yo'llarining shamollashida, isitma tushiruvchi, balg'am ko'chiruvchi va o'pka sili kasalliklarini davolashda ishlatgan. O'simlikdan damlama yoki qaynatma tayyorlash uchun biror og'zi yopiladigan idishga 1 stakan suv quyib, ustiga maydalangan o'simlikning ildizidan 20 gram solinadi va bir oz qaynatib 4 soat qo'yib qo'yiladi. So'ngra dokadan suzib kuniga 3-4 mahal ovqatdan 20 daqiqa oldin 1 osh qoshiqdan ichib turiladi. Ilmiy meditsinada qora andiz o'simligining qaynatmasi balg'am ko'chiruvchi dori sifatida ishlatiladi hamda yo'talni qoldiradi. Piyoz. Sentyabr oyining oxiridan boshlab bitta yoki tuxumday bo'lsa 2 ta piyozni tozalab, qirg'ichda yoki pichoqda katta-katta bir kosaga qirqiladi. So'ng darhol kosa atrofini o'rab, o'rtasi ochiq qo'yiladi. Ana shu ochiq joyga burun bilan og'izni qo'yib, 5 daqiqa burun bilan, 5 daqiqa og'iz bilan chuqur-chuqur nafas olish kerak. Nafas olganda burun bilan olib, og'iz bilan nafas chiqarish, og'iz bilan olganda burun bilan nafas chiqarish kerak.
Piyoz burundagi bronxdagi yallig'lanishni sekin-sekin yo'qotadi. Tez-tez shamollashning oldini oladi. O'sha zahotiyoq nafas olish birmuncha yaxshi bo'ladi. Bu muolajani kasallik og'ir bo'lsa, birinchi 10 kunda 3 mahal ovqatdan oldin, ikkinchi 10 kunlikda 1 mahal kechqurun yotishdan oldin bajariladi. Ikkinchi oydan boshlab har kuni 1 marotabadan shu usulni qo'llanib turilsa, o'pkaning yuqori nafas qismlari bronxlar yallig'lanishlari ketib, yaxshi shifo beradi. Venga bronxitni quyidagicha davolashni tavsiya etadi. 40 bosh o'rtacha piyoz olinib, ustidan piyozlar cho'kmagunicha qaynoq suv quyiladi. Bir ozdan so'ng ular ho'llanganidan keyin olinib, ustiga yarim litr chakanda moyi, ya'ni ablipexa solinadi va eziladi. Ezilgan piyozlarni ovqatdan oldin bir osh qoshiqdan kuniga 2-3 mahal yeb turiladi. Sarimsoq. Umuman o'pka kasalligida tez-tez shamollaydigan, ayniqsa qish faslida o'pka kasalligidan qiynalayotgan bemorlarga sarimsoqdan tayyorlangan dorivor aralashmalar buyuriladi. Sarimsoqni tozalab, maydalab 3 litrli bankaga solib, ustidan 1 litr aroq quyiladi. Banka og'zini kapron qopqoq bilan 15-20 kungacha yopib qo'yiladi. Shundan keyin 1 stakan qaynatilgan sutga 1 choy qoshiq shu sarimsoq, piyoz va aroq qorishmasidan aralashtirib, ovqatdan 15-20 daqiqa oldin kuniga 3 mahal ichiladi. Bu qorishmani oktyabr oyidan to may oyigacha ichib turiladi. Yoz oylarida tanaffus qilinadi. Qorishmaning dorivorligi shundaki, tanadagi ortiqcha zararli cho'kmalar tozalanadi. Ko'zning qobiliyati yaxshilanadi. Infarkt miokardning oldi olinadi. Yosharganday bo'lib, turli shishlar paydo bo'lishining oldi olinadi. Surunkali yo'talga qaynatilgan turp yeyiladi.